Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kursdoshlar yaxshimisizlar? Mana kursdoshlar yig'ilib o'tiribmiz. Quvondiq jo'ram mana Qiztepadan kelib Qo'yziboy aka Peshko'dan. Shopirkon, uzr, Shopirkon. Ya, Peshko'dan gapirib o'tirdik-ki, kalla Peshga qolib ketdi-da, bila. Mana Ixti jo'ram G'ishtidan, G'ijdoni Sharifdan, Kamila mana G'avshin qora yig'indan, o'zining mahallasidan. O'tiribmiz kursdoshlar, G'ijdonlik biz ham. Hasan Husayn degan choyxona bor ekan. G'ishtini yo'liga, G'ijdonga. Jizini maqtagani bir yila qani, baliq yedik, shashlik yedik endi. Osh bersin olinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Kursdoshlar hammamiz tugal bo'lib yig'laylik, yaxshi kunlarga o'tiraylik. Har bir tamizni oilamizga yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Birgalashib o'tiraylik. Ko'payaylik, kamaymaylik. Olinglar. Ma piyoz mayla sho'rini oladi. Ma sho'r yeganga men bilmayapman nega. Endi erta 15-aprelga bizaga Mana endi bu boshqachasi kelib go'sht qani. Shashlik yeb ko'rdik, baliqni yeb ko'rdik, sho'rjizni yeb ko'rdik. Qani endi bunisini ko'raylik qani, bu yaxna go'shtmi nima? Bug'lama. Bug'lama jiz ekan. Mol go'shtdan bug'lama. Mana bizda she'rimiz ketib qoldi-da, bu Peshka deganimizga achchig'i kelimi shopirkorlik. Qo'yziboy. Qo'yziboy ekani. Ana. Qo'yziboy ekani yana o'tirib yana nesa aytyapmiz endi siz yo'q. ekzaminga kiramiz endi deng. Endi Qo'yziboy aka ekzaminga ketdingiz, endi muvaffaqiyatli topshiring. O'yla qara. Bizlarga osh bersin bu. Quvondiq, sana bir nima degan jaraqa choy poymini. Hozir choy kelsin qani? Shoy kelsin. Ha. Nima deymiz bo'ldi shu gaplar nima kerak o'shanaqa. Mayli bu. Gaplar qoladi esdalikka. Mana kursdoshlar ko'rib o'tiribdi, mana sinfdoshlar tashiyman ko'rib o'tiribdi mana. Kecha bugun sinfdoshlar bilan o'tirdik. Keyin o'g'aylarni, sinfdoshlaringni jigarlar bilan o'tirdik keyin. Mana bugun sizlar bilan o'tiramiz. Har kun bayram Xudoga shukr. Shunaqa bayramlar ko'p bo'lsin. bayram bo'lsin mayli. Endi noshukirlik bo'lmasin. Bugun 4-kunmi shashlik qilyapman-da. Choyni ham olib kechira. Qo'yganqa mana kovlar bilan gapirsam bo'lsa kerak endi. Endi biz tovoqqa ichmaymiz endi. Qo'ylar qo'ying. Da, iya. Mana bitta koladan qo'yganim mana, uni to'k kerak mana uni. O'g'lar. Ko'kmi uni ichamiz deya. Issiq. Sovuq bo'lgandir, ichsang ich. Ichaman. Issiq qolganda mana koladan qo'y. Ichsang kola, jigarlar qilar nola. Jigarga foydasi bor. Ko'p ichsang-da, narmangiz hech qilmaydi. Hamma narsani ham kam yaxshi. Bir marta ichganga nima qilmaydi endi. O'zim mana bunaqa narsa ko'p qiziqmayman, achchiq choy. Quvondiq, oqani Qiztepada joydan keling G'ijdon Sharifimizga. Qo'yziboy aka ham yaxshi niyat qildilar. Kursdoshlar og'ayni endi biza o'tirib turibmiz, ko'rib yuribmiz bir-birimizni. Bundan keyin ham shunday bundan ko'payaylikda. Mana kimlarnidir qo'shish kerak bo'lsa topish kerak. Mana endi qizlar qo'shilibdi ikkita. Qizlarni topinglar, mayli bir. Endi nima deymiz, bu bir o'tgan asrni deymizmi, bir vaqtlarni eslab, hangoma yaxshi niyatlar qilib yuramiz. Hamisha yaxshi kunlarga uchrashaylik. Davramizdan ketganlar bor, Jabborboy, Qilichboy jo'ramiz. Ikrom aka. Doniyor, Ikrom aka, hammalarini Xudo rahmat qilsin. Qolganlar hammalarimiz yaxshi yuraylik, sog' salomat bo'laylik. Dunyomiz tinch bo'lsin, kim qayerda bo'lsa sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, o'laylik. Mana qo'shilar bor. Quvondiq gapi ham shu
Ko'zboyga oldin hozir kelib gapirib o'tib ketdilar. Uylarga ishlar bor ekan. Mana qo'shnilar sog' salomat bo'laylik. Hammamiz ishimizga qo'l transportlarga bersin. Xonadonda tinch xotirjam bo'laylik, sog' salomat bo'laylik. Navarlar ko'paysin. Hamma vaqt ana shunday uchrashuvlarimiz bo'lib tursin, bir-birimizni yo'qlab turaylik. Hammalarga salom, sog' salomat bo'linglar. Oila. Bo'ling. To'ldirib bo'linglar-da. Oling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana kursdoshlar yig'ilib o'tiribmiz. 3 kishi qoldik, mana ixtiyor jo'ram, mana quvondoq jo'ram. Ko'ziboy aka bordilar, ketdilar. Aliboy aka endi uzoqqa sababli kelolmadilar. Sekin ko'payamiz. Hozir qizlardan 2 kishini topdik. Sekin yana bir qani bir 10 kishi bo'lsa yana bir o'tirish tashkil qilamiz. Idris ishga ekan. Idris jo'ramiz ishga ekan, kelolmadi Qiztepadan. Oldilar Jabor jo'ramiz bordi, rahmatlik bo'ldi. Joyi jannatda bo'lsin, yotgan joylari. Qolgan umrini nabiralari yo'llarini umriga qo'shib bergan bo'lsin. Qolgan ola do'stlarni topolganimiz yo'q. Endi sekin yig'ilamiz. Shu boshlanishi. Nima deyman endi, bundan keyin ko'payishib o'tiraylik. Mana jo'ralar keldi, bularga rahmat. Mana quvondoq jo'ram. Sog' bo'lasizlar, sog'likka ko'rishaylik. Endi sekin topishib guruhga qo'yishamiz. Kursdoshlar degan guruh ochganmiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Yaxshi kunlar ko'rish nasib qilsin hammalarimizga. Sog' bo'lasizlar.